seri bumer mashinani dodasi. Shu mashinangizni sevganchalik uyimizni ham sevganingizda haligacha uyimiz qasr bo'lib ketgan bo'lardi. Senga ziyorat yeyaptimi? Qilamiz, sekin-sekinda. Bugunoq qilib berishingiz kerak. Qishloqdan uydagilar telefon qilishdi, mehmonga kelishyapti. Shu ahvolda kutib ololmaymiz-ku. Sani toming ketganmi? Bir kunda shuncha uyni qanaqa qilib qilamiz? Men bilmayman. O'zingiz qilasizmi, ustiga qildirasizmi? Shu bugunoq bitish kerak. O'z darvozani bo'lmasa. Ha, tinchlikmi? Necha hovliq chaqirding? Srochni usta topishimiz kerak. Uyni bilasanmi, remont yo'q edi. Bugun xotinni uydagilari kelar ekan. Bir kunda-ya, uni iloji yo'q. Ha, mayli, sen uchun bir ilojini qilamiz. Yur, men bilan tezda. Menga qara, men senga usta kerak desam, 11-poliklinika yoniga nima olib kelding? Ichkariga yo'l tushuntiraman. Nima endi bu? Aka, shuni o'zi tushuntiring. Aka, bu Pavohim Ramir suv o'tkazmaydi, zak o'tkazmaydi, luboy yuzaga yopishtirsa bo'ladi. Sokinlarga, kafeldan ancha arzon tushadi. Ha, bu nima endi? Aka, bu samakilik kaboy bo'ladi, emulsiyadan ham arzon tushadi. Apiga 36 ming so'mdan. 200 dan ortiq assortimentlari bor. Er-xotin ham yopishtirsa bo'lar ekanda. O'zlari olib borib yopishtirish xizmatlarigacha bor. Devorga dekoratsiyalar. Natijani pataloq. Ha, buni kvadrat ish bilan? Annatomliylari 60 ming so'mdan, gulliklari 120 mingdan. Butun O'zbekiston bo'ylab konsultatsiya dizaynlari shu narxda ichida. Albatta. So'rakan. Endi seni yoqqa ham tushundingmi? O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bepul Farg'onada ham filiallari bor. Voy dadasi, siz ham chiroyli chiqdi. Qana ulgurdingiz? Ha, buni qilish oson bo'lmadi. Lucky House'da akalar bo'lmaganda ulgurmasdik. Qani uyingizlar qachon kelar ekan? Ha, telefon qilishganda keyingi oy kelishadigan bo'lishibdi. Ovora bo'lsa, mana samolyotni qarang dadasi.